Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bilasizlarmi, YouTube'da kanal ochib, haqiqatdan ham pul ishlash uchun blogerlardan $100, $200, 500 ming dollarga kurs sotib olishingiz shart emas. Hozir sizlarga 3 ta narsani o'rgatib qo'yaman. Butun blogerlarning kurslari mana shu 3 ta narsaga asoslangan bo'ladi. Sizlarga esa bitta videoda o'rgatib qo'yaman. Iltimos, befarq bo'lmaydi. Agar video sizlarga foydali bo'lsa, like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz va shunday foydali videolarni chiqarishda davom etamiz. Qaranglar, birinchisi bu juda ham oddiy. Bu narsani bundan oldingi videoroligimda to'liq ko'rsatib, tushuntirib, 42 minutlik videoda mana shu narsani ko'rsatib berganman. Bemalol ko'rib, shunga qarab qilib olsanglar bo'ladi. Ya'ni bu YouTube kanalingizni to'g'ri nastroykasi. YouTube kanalingiz birinchi o'rinda, eng muhimi to'g'ri nastroyka bo'lgan bo'lishi kerak. Qanday temada bo'lsa ham, qanday tilda bo'lsa ham, bu amerikanskiy kanal bo'ladimi, o'zbekcha bo'ladimi, tojikcha bo'ladimi, qirg'izcha bo'ladimi, ruscha bo'ladimi? Muhimi to'g'ri nastroyka bo'lgan bo'lishi kerak. Bu degani birinchidan оформление yaxshi bo'lgan bo'lishi kerak, avatarka yaxshi, chiroyli bo'lishi kerak va bannerlar yaxshi bo'lishi kerak. Undan keyin hashtaglari bor, o'zingizning temangizda bo'lishi kerak. Taglari va ключевой словолari to'liq eng populyarnilari yozilingan bo'lsa, kanalingizning o'sishini mana shu 100% ta'minlab beradigan narsa boshida rekomendatsiyaga chiqishini mana shu narsa bo'ladi. Ikkinchisi bu regularность, ya'ni davomiylik. Videoni masalan siz shortsni olaylik, shorts video qo'yib yuribsiz. 10 kun yoki 1 hafta video qo'ydingiz, orada 1 kun, 2 kun qo'ymay qo'yasiz-ku do'stlar. Esingizdan chiqadimi, ishingiz chiqib qoladimi? Mana shu narsa kanalga katta udar bo'ladi. Kanalingizni 1-2 oyga mana shu o'sishini to'xtatib qo'yadi, balkim orqaga ketkazadi. Shuning uchun do'stlar, raz YouTube'ni boshladinglarmi? Iltimos, ayniqsa shorts videolarda kuniga o'ldim deganda bitta video qo'yish kerak. Bir kun ham qoldirmaydi. Hey, men masalan YouTube kanalim bor, o'zim shorts bo'yicha 700-800 mingga yaqin podpischiga bor. Ishonasizlarmi? O'sha kanalimga shunday kunlarim bo'lgan, 3 oy davomida bir kun ham qoldirmay video qo'yganman. Kasal bo'lib yotib qolgan vaqtimda ham harakat qilib, montajni qilib, bitta bo'lsa ham shorts qo'yib qo'yardim. Mana shu narsa haqiqatda kanalimni o'sishiga olib keldi va katta pul ishladim. Aynan shorts o'zidan do'stlar. Ko'p odam shortsdan katta pul ishlolmaydi, lekin Xudoga shukr yaxshi pul ishladim. Katta bo'lmasa ham $8,000 ishladim. Aynan shorts videolardan, shortsdan $8,000 ishlash bu juda ham katta natija har kim uchun do'stlar. Endi uchinchisi ham eng muhimlaridan biri. Bu narsaga ham ko'pchilik e'tibor bermaydi, lekin bu eng muhimi. Uchinchisi do'stlar, qarang, oddiygina bugun bitta shorts qo'yasizlarmi, katta video qo'yasizlarmi, farqi yo'q. Bugun qo'ygan videoingizdan ertangi kundagi qo'yadigan ikkinchi videoingni, birinchi videoingizdan ikkinchi videoingizni har tomonlama kачествоsi bo'ladimi, zo'gi bo'ladimi, kadrlari bo'ladimi, gapirish ohangingiz bo'ladimi? 1%, ko'p emas, 100% deganim yo'q. 1% ga bo'lsa ham yaxshiroq bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi? Kundan kunga videoingizni kачествоsi har tomonlama yaxshilanib ketish kerak, orqaga ketmash kerak. Mana shu narsa agar sizda bir kun birinchi qo'ygan videoingiz bilan ikkinchi qo'ygan videoingizda 1% o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, 3 oy o'tib sizning videolaringiz 100% ga kачествоsi har tomonlama o'zgaradi va siz borgan sari professional youtuber bo'lasiz. Va bu sizga katta 100% lik natijani olib keladi do'stlar. Mana shu 3 ta oddiy narsa. Bu narsani ko'pchilik biladi, lekin amal qilmaydi. Xayr, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Doston Maratov bo'ldi. Bugun ishga ketishdan oldin sal vaqtliroq turgandim. Shuning uchun mana shu 3 ta ma'lumotni sizlarga bildirib qo'yay dedim. Chunki bu narsaga hamma biladi mana shu. Bilib turib amal qilmaysizlar do'stlar. Eng qizig'i, bilasizlar mana shu 3 ta narsani, lekin amal qilmaysizlar. Shu do'stlar, shunga amal qiling, iltimos. Kanalingizda o'sadi. Yaxshi natijaga erishasizlar, Xudo xolasa, zo'r dollar ishlab olasizlar.